Bizning yo'l transport harakati bilan bog'liq bo'lgan vaziyat bizning tarafdan g'ir kontrolda tutiladi. Ag'imdagi yilning 6 oyida bizning rayonda 6 yo'l fojiasi tirkaldi. Shularda 8 kishi turli tan jarohatlari oldi. Ularning 3'si водитель, birsi jayavli, 4'si passajir edi. Bu sonlar o'zgan yil bilan solishtirsak, profilaktik choraning natijasi ko'rinadi. Yo'l fojiasi ziyon ko'ruvchilar soni 2 mingga baradi. Bolalar qatnashida yo'l fojiasi kelganda bu yil 6 oy bo'yicha 2 yo'l fojiasi tirkaldi. Shunda 3 bola turli tan jarohatlari oldi. Yo'l fojialarining tub sabablari bo'lib, yo'ldan transport durust olib bormoq. Bunda bizning bu yil 3 uchraq, 2 uchraq qarshi yo'l polosalashi bu, bir uchraq jayavlining yo'l qoidasini buzuv uchrog'i. Jay oyында ko'proq bizning mototransport, velotransport jayavlari bo'lgan fojialarni bo'ldirmoq ustida ko'proq ish olib boriladi. Chunki o'zingiz ko'rib turasiz, yildan yil 2 tegarmachli, 3 tegarmachli transport choralari ortib qana boradi. Shuningdan trafik choralarida yildan yil orttirib boramiz. Ko'z oldindan jibarimizga tirishamiz. Turli reydlar, uchastkoylar bilan birlikda, yo'llar bilan birlikda o'tkazamiz. Har transport chorasini idora etish uchun toniq yo'l yurish taniqlari bo'ladi. U moped skuterlarga kelganda 16 yoshdan beriladi, mototransportga kelganda 16 yoshdan beriladi. Shunga ko'ra har bir aytganiga yetkirib aytasim keladi. Mototransport olib bergancha boshda bolangizning turmushi, o'zingizning turmushi ustida o'ylaysiz. Bir kishiga bolasini yo'qotuv hissi kechirmay o'tirib qoladi. Bir vaqtda aytib turamiz, kesatib turamiz, yo'l qoidalarini buzishga yaramay. Zakon negizida yo'l yurish taniqlari bo'lgan tegishli transportda yurgan. Shuni saqlab, shunga ko'z solib, quloq solib, har kishi pravali kishigina transport chorasi bilan idora etilgan tegishli. Buni ustab aytib keladi. Yo'lda har vaqtda yo'l qoidalarini tugal o'tab, oshiqmishi yurga kerak. Har bir uchasnikka endi ol jayavli bo'lami, водитель bo'lami, bir-birini ehtirom etib, oshiqmishi g'il aytib kelamiz. Yo'l oshiquvni g'afu etmaydi. Shuning uchun har kim yurgan yo'llarida eson-emin yursin. Uyindan chiqib, aylanib, eson-sog' aylanib qochsinlar. Onlar yanına, bolalar, xotinlar yanına. Har birimiz eson-sog' bo'liq, eson-sog' yurak yo'llarda.